Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislarim. Bugun biz sizlarga bachak somsa hamda o'rma somsalarini ko'rsatamiz. Mana bunga kerak bo'ladi bizga slivka 1,5 piyola, un 500 gram, tuz va 1 piyola suv. Xamirini mana shular orqali xamirni qorib olamiz. Keyin yumshoqqina xamirdan mana xamirimiz tayyor. Yumshoqqina xamirdan somsa tayyorlaymiz. Mana endi qiymalarga ham ziravorlarni solib, ham ko'kdan, ham mana qiymadan tayyorlayapmiz. Bunga tovuq go'shti va mol go'shtini qiymalardan qildik aralashtirib. Mana buni tuzlarni rostlab, xamirga solgani tayyorlayapmiz. Inshaalloh somsamiz ko'rib hali sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bitta like bosib qo'ying iltimos. Buni hamma ko'rsin. Mana ishlatgan ziravorlarimiz qiymalarga. Endi xamirlarni bo'laklarga bo'lib, ikkiga bo'lib, keyin bo'laklarga bo'lamiz hamda bundan ikkita somsa, ya'ni samarqandiylar aytadigan bachak somsa hamda o'zimiz tayyorlaydigan o'rma somsalarda tayyorlab ko'rsatmoqchimiz. Mana endi biz hozir mana shu xamirlarimizni, mana yumshoqqina xamir qo'lda o'ynab ketyapti. Xamirlarimizdan mana bo'lakchalarga bo'lib, zuvolachalar qilib, ularni hech qanday yog' surkab orasiga qat chiqarmaymiz. Yog' surkab qat chiqarganda qattiq bo'lib qoladi. Bu rosa og'izda eriydigan yumshoq somsa bo'ladi. Mana shunday zuvolachalar qilib turib, uni yoyib olamiz somsalarda. Buni avval onalarimiz tandirda jag'iga yopib berardi bizga. Rosa yumshoq bo'lib maza qilib yerdik. Qatli somsadan ko'ra uni yaxshi ko'rardik. Hozir biz buni duxovkada tayyorlaymiz. Har bir zuvalamiz katta zuvala bo'ldi. Buni katta qilib qirg'alari bilan yoyamiz. Mana shunday qilib alohida qilib yoyib olamiz. Endi bunga mana qaydamiz solamiz. Katta barakali. Ikkitasini yesa har qanday odam to'yadigan barakali somsa bo'ladi bu bachak somsa. Endi esa qiymadan mana o'rma somsamizni boshlaymiz. Buni mana shunday yoyib olib turib, mana bunday shaklda o'rib chiqamiz. Nihoyatda chiroyli shakli chiqadi. Sizlarga yana qanday taomlar yoki videolar manzur bo'ladi? Fikrlaringizni kommentga yozib qoldiring. Yana oshgan qiymamizdan 3 burchakli bachak somsa qilamiz. Mana somsalarimiz tayyor, pishdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Inshaalloh sizlarga manzur bo'ladi. Yoqimli ishtaha. E'tiboringiz uchun rahmat.
bizga qo'ying.